endi menimcha endi rivojlanyapti, chunki kuni kecha reklamalarda ko'rsatyapti mana shu narsani, bolalarni targ'ib qilishyapti. Bu vaqtgacha unchalik rivojlanmagan deb o'ylayman. Sababi rivojlanmagan narsani sekinlik bilan ommaviy axborot vositalari ko'rsatdi. Endi bu rivojlanish targ'ib bosqichida. Kibersport buncha menimcha rivojlanmagan hali. Menimcha endi bo'ladi. O'zbekistonda kibersport men eshitishim bo'yicha endi rivojlanishni boshladi. Chunki har xil turnamentlar qo'yishni boshlandi, chempionatlar boshlandi. To'g'risi aytsam, men o'zim Dota'ga qiziqaman. Kibersport juda ham rivojlandi, chunki bizda, например, Yakuza degan kibersportsmen har xil kibersport bo'yicha CS:GO, PUBG, Dota o'yinlarida juda ham ko'p o'yinchilar, o'zbek o'yinchilari mana shu yil 2021-yili juda ham katta an'ularni olishdi, pobedalarni. А так киберспорт в Узбекистане развивается очень хорошо. O'zbekistonda bu sport, kibersport menimcha hozir yaxshi rivojlangan, chunki ko'p xabarlarda, kunduz xabarlarda ko'p ko'rib qolaman yoki o'zimiz Instagram ilovalarda yo Facebooklarda rosa ko'rib qolaman, shu gazeta nimasidagi объявление bo'lib qoladi. Ko'raman kibersport soatning ichida shu o'ylanyapti degan. Ancha yaxshi rivojlangan. Kibersport ham albatta u internet bilan bog'liq deb o'ylayman. Sababi o'sha onlayn bo'lgandan keyin bu narsaning tezligi yuqori bo'lishi kerak-da. Boshqa davlatda o'rtoqlarimiz o'qiydi, misol uchun Koreyada juda ham tez deb maqtaydi. Bizda bu narsani rivojlantirish. No, internet lekin past keladi, menimcha pastroq. Ha, O'zbekistonda, meni fikrim bo'yicha O'zbekistonda kibersport rivojlantirish uchun internet tezligi juda ham muhim. Chunki xalqaro miqyosda o'yinlar bo'ladigan bo'lsa, xalqaro miqyosda chempionatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda internet stabilniy ishlashi kerak. Aytamanki, o'zim bu narsaga tushganligim uchun juda ham bu narsa qiyin mavzu. O'zbekistonda juda ham har xil an'ular bor. Uztelekom, Sarkor Telekom, hamma internetlar o'yinlarda kibersportda juda ham past internet ishlaydi. Umuman o'ynab bo'lmaydi. Qo'yiladi juda ham qimmat Wi-Fi'lar narxlari, lekin ularni ko'p odamlar ko'tara olmaydi. Конечно, интернет играет большую роль. Интернет в Узбекистане очень слабый, если вы знаете сами. Например, 1 мегабит ketolasiz, максимум 6-7 получаете. Internet tezligi ham shuning uchun yaxshi bo'lib berish kerak. Agar ko'p yutuqlarga erishamansa, agar shu o'ynayotgan bolalar O'ynardim, lekin hozir to'g'risi vaqtim yo'q. Men CS:GO o'ynayman endi 1,5 menda bo'lib turadi kuniga, shunaqa 2 desam bo'ladi. Bir kunda 1 soat vaqtimni Clash Royale o'ynashga sarflayman. Haftadan dam olish kunlari 3 soat yo 4 soat maksimum. Bir kunda где-то 2 soat PUBG Mobile o'yiniga ujilat qilaman. Darsdan qolib qaytaman. Haftada где-то, ну, максимум 8-4 soat ketsa kerak. Telefonimni faqat gaplash uchun o'zi aslida ishlataman. Lekin telefonim o'zida Clash Royale bor, faqat o'rtoqlarimizdan bir 5 minut o'ynab turamiz. Dars boshlanguncha bo'ldi.